Xotinchi, men 12 soat ishlab вообще charchagandim. Tez uyga keldim. Sen bilaman, charchagansan. Shuning uchun bolalarni chaqirib, ularni bo'lib aylantirib kelay. Sen esa mazza qilib yotib reelslarni tomosha qilib o'tiribsan. Xotinchi, sen настроение cho'tyapti. Shuning uchun men senga 1 million klik qildim. Lekin faqat настроение yo'qligi uchun klik qildi deb o'ylamasliging uchun undan tashqari yana 1 million klik qildim. Mazza qilib ishlat, qani? Xotinchi, yana shu kiyimdamisan? Ikkinchi kun bitta kiyimda yuribsan. Endi shu qilganim uchun. Endi ikkita ishda emas, 4 ta ishda ishlayman. Kuniga ikkita kiyim kiyishing kerak. Buni o'zim kechira olmayman. Onangni singil chaqir. Sizlarni dam olishga yuboraman. Mana kirmoqchimisan xotinchi. Men hamma joyini suvib tashlaganman. O'shanga o'zi hamma joyini tozalab olib chiqay. Keyin kirasan, ha? Shunlar qotqidi kelyapti. Lekin men jo'rlab, qotlanib qo'ydim. Lekin buni iloji bor. Hozir birga ovqatlanamiz, qani?